issiqligida ham muzdaligida ham bir xilda mazali ketadigan baqlajonli salat tayyorlaymiz. Baqlajonlarimizni ustini artib olamiz. Shu shaklda to'g'rab, ustidan tuz sepamiz va suv sepib 15 daqiqaga unutamiz. Va bizga bodring va pomidorlarimiz kerak bo'ladi. Pomidorimizni o'rtasidan bo'lib olamiz va shunaqa yumshoq joyini olib tashlab, qattiq joyini pare-pare qilib uzuncha shaklda to'g'rab olamiz. Bodringlarni ham xuddi shunaqa uzuncha qilib to'g'rab olamiz. Bizga 3 ta tuxum kerak bo'ladi va baqlajonlarimizni ustidan birinchi unga botirib olamiz. Yaxshilab silkigandan keyin ustidan tuxumli massamizni qo'yamiz va orqasi qizarguncha yaxshilab qovurib, bitta qizartirib olamiz. Va barcha masalliqlarimizni bitta idishga solib, ustidan chorkadan chiqarilgan chesnokni solib, ko'katlarni sepib va sladka sos solib, bittalab yaxshilab aralashtirib olasizlar. Qaranglar qanaqa ishtahali chiqadi o'zi ham. Bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ringlar, hech qachon afsuslanmaysizlar. Ustiga shunaqa sedalanani sepib, dasturxonga tortiq